Mahallamiz Hamid Olimjon mahallasi. 681 xonadon bor. 3634 fuqaro yashaydi mahallamizda. Mahallamizda bu yil Islom taraqqiyot banki hisobidan 6 kilometr yo'l, 4 kilometr piyodalar yo'lakchasi barpo qilindi. Hozirgi kunda yana qishloq vrachlik punkti hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti yangidan qurib berilyapti. Bizda hozir bizning shu mahallamiz aholisi bizning mahalladan yo'lakcha bo'lsa, yo'llarimiz asfalt bo'lsa deb tasavvur qilar edik. Faqat mana 2024-yilda Islom taraqqiyot bankidan shu mahallaning gullab yashnashi uchun, obod bo'lishligi uchun ko'p ishlar qilindi, nimalar qilindi. Mana shu binomiz ham qurildi. Mana bugun ko'rib turibsiz. Yo'llarimizni qarang, ko'chalarimizni qarang, yo'lakchalarni qarang. Bizning mana shu Hamid Olimjon mahallamizga Alloh nazar tushgan mahalla deb bilaman.